Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan SN Invest'dagi apreskvitillar, ya'ni dalaga va bog'ga suyuq dori sepuvchi texnikalar bilan tanishib chiqamiz. Qani, ketdik. Birinchi apreskvitilimiz bu aynan dala uchun moslangan Glob Agro zavodining Alfa ST modeli Turkiyada ishlab chiqarilgan suyuq dori sepuvchi texnikamiz. Standart 600 litrlik bachokka, undan tashqari chapga 6 va o'ngga 6, umumiy 12 metrlik shtangaga ega. Buning sepish forsumkalari 24 dona, ichi bronzali. Ya'ni bronzali deb urg'u berayotganimiz sababi keyinchalik tozalab ishlatishingizga oson bo'lishi uchun. Apreskvitilimizning orqa qismiga o'tdik. Bu yerda biz asosan boshqaruv pultini ko'ryapmiz. Boshqaruv pultida siz, ya'ni apreskvitilni qanchalik kam va ko'p sepishini belgilash uchun skorostiga ega. Undan tashqari ikkita shtangaga sepish uchun alohida rechaklari va bu rechaklarni yopganingizdan keyin esa o'zini o'zi zapravka qilish uchun esa alohida ulanadigan joyga ochishingiz mumkin. Bu bilan siz bemalol o'zini o'zi zapravka qila olasiz. Shu joyda aytib ketishimiz kerak bo'lgan ishlatish qo'llanmasi bor. Ya'ni siz hamma rechaklarni bir varakaga ochishingiz bu motorchiga zarar olib keladi. Bu bir. Ikkinchidan, siz sepayotgan qismini, ya'ni ikkita shtangaga ochiladigan rechagini mana bunaqa qilib turib yarim qishishingiz mumkin emas. Sababi apreskvitilning tagida 200 litrlik suyuqlik qoldi va bu aynan sepilayotgan maydonga yetmasligini bilasiz. Siz mana bu orqadan, ya'ni skorosni belgilaydigan skorosni orqali emas, siz rechak orqali yarim qisaman desangiz esa bu motorchiga ziyon olib keladi. Bu sizni yaxshigina summaga tushirishi mumkin. Undan tashqari apreskvitilimiz 3 porsionli motorcha bilan jihozlangan. Eng qizig'i, hatto qanaqa moy solinishini ham apreskvitilimizning qopqog'ida belgilab ko'rsatilgan. Bitta narsani urg'u berib aytib ketmoqchimiz. Qish mavsumida sepib bo'lingandan keyin apreskvitil qish mavsumida olib o'tish rejimi bor. Ya'ni bu degani ayrim traktorchilarimiz tavsiya qilishdi. Ya'ni apreskvitilimizga bir gretta 10 litr yoki 6 litr antifriz solib sepish ishlarini bajarsangiz forsumkalarigacha yetib boradi antifriz. Va shu turishda qishda saqlab qo'yishadi. Bu ham moylanib, ham sovuqda yaxshi saqlanishiga yordam beradi. Hozirgi kunda mana shu dalaga suyuq dori sepuvchi apreskvitilimiz narxi 20 million so'm. SN Invest barcha filiallariga keling. Kelishtirib, chiroyli narxlarda sizlarga qilib beramiz. Ikkinchi apreskvitilimiz esa aynan bog' uchun mo'ljallangan 600 litrlik suyuqlik oladigan chapga 5 metr va o'ngga 5 metr sepadigan bog' uchun mo'ljallangan universal apreskvitilimiz. Siz bu 5 metrni eng qizig'i daraxtning boshidan daraxtning o'rtasigacha, xohlasangiz daraxtning boshidan esa daraxtning eng tagigacha bo'lgan masofada sepsangiz bo'ladi. Siz xohlagan gradusda o'zingiz boshqarib sepa olasiz. Apreskvitilimizda orqa qismiga keldik. Bu yerda esa siz davleniyaga qarab turib qanchalik kam va ko'p sepishingizni mana bu buragich orqali belgilaysiz. Undan tashqari esa siz ko'k rangli buragichlarni ko'ryapsiz. Bu orqali siz ikkita yonga, chapga va o'ngga qaysi biriga sepishingizni, undan tashqari ikkita yonni yopib o'zini o'zi to'ldirish funksiyasini ishga tushirib, motorchiga buyruq berishingiz mumkin. Dala apreskvitilidan farqi, bu bog' apreskvitillarimiz asosan 4 porsionlik motorcha ishlatiladi. 4 porsionlik bo'lishiga sabab
asosan oldi qismidagi ventilyatorda aylantirib berish va u bilan birgalikda 5 metr chapga va 5 metr o'ngga bo'lgan masofaga to'liq sepish uchun. Bu bog' apreskiviterimizda hozirgi kundagi narxi 39 million so'm. Bu 600 litrligi. Siz ofis va filiallarimizga keling, bu narxlardan ham sizga kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Uchinchi apreskiviterimiz bu aynan bog' uchun mo'ljallangan, lekin bog'ni ham baland o'simliklar uchun mo'ljallangan maxsus apreskiviterimiz. Bu oddiy universal apreskiviterimizdan farqli joyi, bu aynan tepa sepish qismi xohlasangiz tepa pastga 180 gradusga yoki chapga o'ngga 180 gradusga siz traktorni gidravlik sistemasi orqali boshqarib sepish imkoniyatingizga ega. Bu sepadigan qism aynan 10 metrgacha sepib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Apreskiviterimizning orqa qismiga o'tdik. Bunda ikkita boshqaruv pulti bor, ya'ni siz bu birinchi boshqaruv pulti orqali siz doringizni qanchalik ko'p kamligini mana shu boshqaruv pulti orqali belgilaysiz. Undan tashqari esa ikkinchi boshqaruv pulti orqali siz robotimizning aynan sepish qismini chapga va o'ngga 180 yoki tepadan pastga 180 gradusda boshqarish imkoniyatiga ega. Bular yechilib, traktorning ichki qismiga o'tiladi va u orqali traktorchiga boshqarish uchun ancha qulayliklar yaratadi. Bu robot apreskiviterimiz hozirgi kundagi narxi 78 million so'm. Sizga qiziqtirgan bo'lsa, SNV'ning barcha filiallariga keling. Har bitta apreskiviterimiz kabi buni ham kelishtirib sizga chiroyli narxlarda qilib beramiz. Apreskiviterlarimizda yuqoridagi aytilgan narxlari SNV'ning barcha filiallarida amal qiladi. Apreskiviterlarimiz bo'yicha sizni biron bir takliflaringiz, savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Bu biz uchun kerak. Like bosing, obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.